O'yin infeksiyasiga tekshiruv bilamizki, o'sha tezkor va serologik tekshiruvlar o'tkaziladi. Bu serologik tekshiruvlarda immunoferment analiz, ya'ni IFA usulida hamda IXLA usulida tekshirish mumkin. Har bir tekshiruv tadqiqot natijalari bu xufiyonalik va anonim ravishda o'tkaziladi. Aholiga qulayliklar yaratish maqsadida hamda tezkor usulda o'tkazish maqsadida o'sha mobil laboratoriyalarimiz ishga tushirildi. Borib joylarga o'tda o'sha o'yin infeksiyasiga hamda o'yin infeksiyasi bilan bir qatorda o'sha virusli gepatit B, C hamda zaxm kasalliklarini tezkor usulda anonim ravishda tekshiramiz va o'sha tekshiruv natijalarini o'sha vrach tomonidan o'sha testdan oldingi va testdan keyingi suhbat o'tkaziladi va o'sha tekshirilayotgan shaxsga, fuqaroyimizga o'sha agarda kasallik chiqib qolsa unga erta yordam ko'rsatadi. Bular hammasi bepul. Hammasi o'sha davlatimiz tomonidan bepul ravishda o'tkaziladi. Har bir tekshiruvni o'tkazishdan oldin albatta testdan oldingi va testdan keyingi suhbatlar o'tkaziladi hamda shifokor tavsiyalari beriladi. Shu joyda aytib o'tishim kerakki, klinik ko'rsatmasiga binoan deganda albatta o'sha teri butunligi buzishga olib keluvchi muolajalarni ko'p vaqt mana qayta olish jarayoni yoki o'sha tez kasallanuvchi shaxslar hamda o'sha qon va qon mahsulotlarini qabul qilgan shaxslarni demak tibbiy ko'rikdan o'tkazish hamda shu OITSga qarshi kurash markazlarida va Toshkent shahrida OITSga qarshi kurash markazida ham do'stona xonamiz bor, ishonch xonamiz hamda dispanser poliklinika bo'limimizda barcha shifokorlarga kelib murojaat asosida kelib o'zlarini suhbatdan o'tib o'sha o'yin infeksiyasiga anonim ravishda tekshiruvdan o'tishlari mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, shifokor sifatida aholimizni barcha qatlamlariga yoki barcha insonlarga o'zlarining sog'liqlariga o'zlari mas'ulligini eslatib o'taman. Bu orada har bir inson o'z sog'lig'iga o'zi mas'ul va o'zi javobgar. Sog'lig'iga befarq bo'lishi kerak emas. Shuning uchun kamida bir yilda bir marotaba yoki ikki marotaba tibbiy ko'riklardan o'tishlari. Buning uchun shu oilaviy shifokorga yoki o'sha OITSga qarshi kurash markazlariga murojaat qilishlari mumkin. OITSga qarshi kurash markaziga murojaat qilganlarda hamma insonlardan o'sha o'yin infeksiyasiga, virusli gepatit B, C hamda o'sha zaxm kasalliklariga bepul asosida o'sha tezkor hamda immunoferment tahlillarini o'tkazib, ularga natijalarni tezkor usulda berish imkoniyati egamiz. Bundan tashqari, agarda virusli gepatit C hozirgi kunda juda ham ko'p savol tug'iladi xalqimiz orasida, virusli gepatit C ni tadqiqotni o'tkazib, agar ularda o'sha natija agarda o'sha patologik natija olinadigan bo'lsa, ularni o'sha gene ekspert usulida, PCR usullarida tekshirib, ularning virus yuklamalarini aniqlash hamda ularga o'sha genotiplarni aniqlab turib, kerakli dori vositalarini tavsiya qilish ham imkoniyatiga egamiz.